Qolaylaştırılgan iman yürüşlüki 3. kısım Allah'ın samavi kitaplarına işiniş ve Kur'an'ı biliş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 6. bab Kur'an'ı okuş ve ögünüş. Dünyada kişiler başka her qanday kitap qaraganda en köp okuyduğun kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer biz Kur'an okuşunun savabının büyüklükini bilsek, bunun tolumu normal işkenlikini bayqayımız. Kur'an okuşunun savabı en paydalıq ticaret. Kur'an okuyan kişiler ve başka salih amellerini qıyğanlar hergiz ziyan çıkmaydıgan, paydası məngü davamlaşıdığan en paydalıq ticaretini qılğıcılardır. Allah subhanahu ve teala şundaq deydi. Tercümesi: Şübhisiz ki Allah'ın kitabını tilavet kılıp turduğanlar, namazını ada kıldıganlar, biz rızık kılıp bergen nəsilərini Allah'ın razılığı üçün yoşurun ve aşkarı sərif kıldıganlar, kasat bulmaydıgan ticaretini ümit kılıdı. Sure Fatir 29. ayet. Həssilindiğen savab. Biz Kur'an'dan okugan her bir harf üçün 10 savabqa erişimiz. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq degenlikini rivayet qıyğan. Tercümesi: Kur'an'ı okunlar. Çünkü sizler onu okuş bilen savabqa erişsizler. Men alif lam mim yani alif lam mimni bir harf demeymen. Belki alif 10 savab, lam 10 savab ve mim 10 savabdır. İmam Hatib el-Baghdadi, İmam İbn Abi Şeybe ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 660. numar ve Sahihul Cami 1164. numarda sahih deb bahalagan. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq degenlikini rivayet qıyğan. Tercümesi: Kim Allah'ın kitabıdan bir harf okusa, onunğa bir yaxşılıq yazılıdır ve bir yaxşılıqqa 10 savab vardır. Men alif lam mim yani alif lam mimni bir harf demeymen. Belki alif bir harf, lam bir harf ve mim bir harftir. İmam Tirmizi ve İmam Hakim toplagan. Şeyh Albani Hidayetur Ruah 2079. numar ve Sahihul Cami 6169. numarda sahih deb bahalagan. Kur'an'ın kıyamet günü şefaat kılışı. Kıyamet günü kişiler terildirilgende Kur'an özünü bu dünya hayatıda okuganlarga şefaat kılıdı. Şefaat Allah subhanahu ve teala'dan ulanı apu kılıp etişini tileş degenliktir. Ebu Umame radiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degen. Tercümesi: Kur'an'ı okunla. Hakikaten o kıyamet günü hemrahi yani özünü okuğucuğa şefaat bulup gelidi. Sizler Bakara ve Ali İmran'dan ibaret iki nurunu okunla. Çünkü o ikisi xuddi iki buluttek yoki iki tane sayven ve yoki yaqin tizilip uçkan bir top qushtek bulup kelip öz hemrahları yani özünü okuğucular üçün davalaşıdı. Bakara suresini okunlar. Onu tutuş, okuş, ügünüş ve şu boyunca amel qilish, bereket, onu terk etiş hasrettir. Onu okuğucuğa sehrigerle yani şulanın sehirleri tesir kılalmaydı. İmam Müslim 804 ve İmam Ahmed toplagan. Kur'an'ın hemrahları bu dünyada onu köp okuganlardır. Fakat şularla kıyamet günü Kur'an'ın şefaatine erişidi.
Cennetdeki üstün maqam. Dünya hayatida Qur'onni o'qigan va yodlaganlar cennetde yuqori maqomga erishadi. Biz dünya hayatida Qur'onni qancha ko'p o'qigan va o'rgangan bo'lsak, Allah subhanahu va taala xohlasa cennetdeki darajamizmi shuncha yuqori bo'ladi. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni Qur'onning hamrohiga o'qu, o'rla, dunyoda tartil bo'lgan o'qig'iningdek tartil bilan o'qu. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilindi deyiladi. İmam Abu Davud, İmam Ahmed ve başkalar toplagan Şeyh Albani Es-Sahiha 2240. numar ve Sahihul Cami 8122. numarda sahih deb baholagan. Bu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet qilgan tuvendiki hadisda texmu tafsili bayon qilingan. Tarjimasi: Qur'onning hamrohi jannatga kirganda uningga o'qu va o'rla deyiladi. Shuning bilan u har bir oyatni o'qib, uning uchun bir daraja o'rlaydi. Va toki o'zidagi, ya'ni o'zi biladigan narsalarning eng oxirgacha o'qiydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam İbn Majah, İmam Ahmed ve başkalar toplagan Şeyh Albani Es-Sahiha 2240. numar ve Sahihul Cami 8121. numarda sahih deb baholagan. Şeytanni qo'g'laydi. Şeytanlar qabristonlik, hojatxona, axlatxona qatorliq Allah subhanahu va taala zikr qilinmaydigan joylarda yurishni yaxshi ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni uyimizni qabristonga o'xshatib olmaslikka buyurgan. Aksicha biz uylarimizda namoz va Qur'on o'qib turishimiz kerak. Shunda qilish shaytonlarni uylarimizdan qo'g'laydi. Baqara surasi o'qilganda texmi shundoq bo'ladi. Abu Hurayra radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Uylaringlarni qabrdek qilib olmanglar. Haqiqatan şeytan ichida Baqara surasi o'qilgan uydan qochadi. İmam Muslim 780. hadis. Farishtalar hamroh bo'ladi. Agar birov Qur'on o'qishda qiynalsa, u bel qo'yib etmasligi va Qur'onni tashlab qo'ymaslik kerak. Aksicha, u Qur'onni o'qishga texmi ko'p tirishchanlik ko'rsatish kerak. Chunki u ashu tirishchanliklari uchunla texmi ko'p savobga erishadi. Aisha anamiz radiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Qur'onni mahirlik bilan o'qiydigan kishi hurmatlik va yaxshi elchilar, ya'ni farishtalar bilan birga bo'ladi. Qur'onni duduqlab, qiylinib turib o'qiydigan kishi bo'lsa, qo'sh ajrga erishadi. İmam Buxoriy 4937 ve İmam Muslim 798 numaralı hadis. Qur'onni o'rganish va o'rgatishning fazilati. Eng yaxshi xizmat. Biz qila oladigan ishlardan eng yaxshisi Allah subhanahu va taolaning kitobini o'rganish va uni o'rgatishdir. Osman ibn Affan radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Sizlarning eng yaxshilaringlar Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatganlaringlardir. İmam Buxoriy 5027, 5028. hadis. Aminlik, rahmat ve medhiye. Bir yerde cem bulup Kur'an o'qigan ve o'rganganlar nurg'un katta savobga erishadi. Allah subhanahu va taala ularning ustiga xotirjamlik va rahmat tushirdi. Farishtalar ularning atrofida o'ltirdi. Shundaqla Allah subhanahu va taala osmonda farishtalarga o'zining ulardan qanchalik rozi bo'lganligini so'zlab berdi.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan. Tercümesi: bir türküm kişiler Allah subhanahu ve ta'ala'nın kitabını tilavet kılış ve onu özara öğütüş için Allah'ın öyleri, yani mescidlerden bir öyge cem bolsa, ularning üstüge sukunat düşüdü. Ular rahmet küçümülüdü. Ularni periştiler orvalıdı. Ve Allah subhanahu ve ta'ala ularni yenidikiler, yani periştilerge mahtap verdi. İmam Müslim 2699 numurluk ve başkalar toplagan hadis. Bara İbni Azib radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki bir kıtım bir kişi Kaf suresini okugan. Onun yanında iki ağamça bilen bağlap koyulgan bir at var idi. Şu esnada bir bulut payda bulup o kişiye bağansırı yakınlaşkan. At bunundan teşvişlenip tepçekleşke başlagan. Etigende Kaf suresini okugan ilik kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yine gelip boğan işlerini haber kıygan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Kur'an bilen, yani Kur'an kıraati sebeplik düşken eminliktir degen. İmam Bukhari 3614, 4839, 5011 ve İmam Müslim 795 numaralı hadis. O bulut eminlik ve hatırcemlikni elip düşken periştilerini öz içige ağan idi. Lekin bu periştilerinin kelişi atni ciddileştirip etken. Bu hadis biz mezkur yürüşlük okuşluğumuzun ki ikinci kısmı, yani periştilerini bilişde bayan kıygan Usayd İbni Huzeyr radıyallahu anhu'nun Bakara suresini okuganlığı doğrusideki hadisiga okşap ketidi. Bu hadisini İmam Müslim 796 numar bayan kıygan. Kur'an'ı ihlas bilen okuş. Biz barlık ibadetlerini çokum ihlas bilen kılışımız. Yani şu ibadetlerimizde fakat ve fakatla Allah subhanahu ve ta'ala'nın razılığıyla közleşimiz. Hergizmu bendilerinin razılığını közlemeslikimiz gerek. Kur'an'ı okuş ve ügünüşmü en şundak ihlas bilen boliş gerek. Biz bunu fakat Allah subhanahu ve ta'ala'nı razı kılış üçünle kılışımız. Riya yoki başka dunyoviy menfaatlar üçün qilmasligimiz gerek. Muaviye ve Abdurrahman İbni Şibil radıyallahu anhumlardan rivayet kılındı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan. Tercümesi: Kur'an'ı okunla ve onunla amel kılınla. Onundan yüz öğrenmenla. Kur'an hakkında çektimmi aşmanla. Onun bilen yemenla, yani Kur'an okuş bediligi tamak talep kılmanla. Onun bilen dünya menfaatini közlemenla. İmam Ahmed ve başkalar toplagan Şeyh Albani Es-Sahiha 260 numar ve Sahihul Cami 1168 numarda sahih deb bahalagan. Bu hadiste köstilgenidek biz Kur'an'a amel kılışımız ve onunda buyurulganlarını ada kılışımız. Kur'an'dan yüz öğrenmeslikimiz yoki onunla itaatsizlik kılmaslikimiz. Onu sahabeler düşüngendek doğru düşünüşke tirişimiz gerek. Eğer bir adam Kur'an'ı düşünmese, haqni batıldan ayırıyalmaydı. Şunun bilen o Kur'an'ı düşündürüşte haddidan aşıdı ve tuyuq yolga kirip kalıdı. Yani o Kur'an'a amel kılmagan turuqluq özünü Kur'an'a amel kılıvatımen dep oyluvalıdı. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak degenlikini rivayet kıygan. Tercümesi: Kur'an'ı okuyduğun ve onun bilen kişilerden yaxşılık tilaydiganlar kelişten ilgiri Kur'an'ı okunla ve onun bilen Allah'tan onun pezlini tilanglar. İmam Ahmed ve başkalar toplagan Şeyh Albani Es-Sahiha 257-259 numargacha.
As-Sahihul Jami 259-numurda sahih deb baholgan. Qur'onni o'rgatkichi yoki qiraat qiluvchining hech qanday kerimi bo'lmasligi mumkin. Bu xil ahvolda uning Qur'on o'rgatishni yoki qiraat qilishni davomlashtira olishi uchun uningga pul berish kerak bo'ladi. Ammo shu xil ahvoldami u va uningga pul berganlarga shu narsa aniq bo'lish kerakki, bu pul Qur'onni o'rgatish yoki qiraat qilganlikdan iborat, bu ibodat uchun berilgan pul bo'lmasdan, shu kishining xizmatini yaxshi ado qilish uchun sarf qilgan vaqti va tirishchanligining badalidir. Qur'onni qiraat qilish va o'rganishning adablari. Qur'onni qiraat qilish va o'rganishning nurg'un adablari bor. Biz bu bilimda shularning ichidagi eng muhimlarini bayon qilamiz inshaalloh. Shaytonga qarshi Alloh subhanahu va taolodan panoh tilash. Biz Qur'onni o'qishdan ilgari Alloh subhanahu va taolodan bizni shaytondan qo'g'dishini tilashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilagan. Sura Nahl 98-oyat. Şeytan racim, yani qo'g'landi qilingandir. Yani u Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetidan qo'g'langandir. Bu shuning uchunki u Allah subhanahu wa ta'ala'nın mahluqatlari ichida Allah subhanahu wa ta'ala'ga hammadan bak itoatsizlik qilgan va shu sababli Allah subhanahu wa ta'ala'nın g'azabi va jazosiga loyiq bo'lgan. Şeytan bizning zihin va qalblarimizni Allah subhanahu wa ta'ala'nın so'zlarini anglashdan va ulardan manfaatlanishdan burib etishni o'ylaydi. Shu vajidan biz Qur'onni o'qishdan ilgari shaytonning sharridan Allah subhanahu wa ta'alaga sig'inishimiz kerak. Qiroatga jim turib quloq solish. Biz birovning Qur'on o'qiyotganligini anlaganimizda jim turishimiz va uning qiroatiga quloq solishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar, ya'ni so'z qilmanglar. Sura A'rof 204-oyat. Biz radioda yoki ün algılarda Qur'on qiroati anglagan vaqtimizda parang salmasligimiz va boshqa har qanday adabsiz ishlarni qilmasligimiz kerak. Mubada cho'qim gap qilish to'g'ri kelsa, avval qiroatni to'xtatib qo'yib, ondan gap qilishimiz kerak. Qur'onni chiroyli ohangda o'qish. Biz Qur'onni chiroyli ohangda o'qishimiz kerak. Bara ibn Azib radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: Qur'onni ovozinglar bilan zinnatlanglar. Haqiqatan go'zal ovoz Qur'onning go'zalligini ziyoda qiladi. İmam Darimi, İmam Hakim va boshqalar to'plagan. Shayx Albani As-Sahiha 771-numur va Sahihul Jami 3581-numurda sahih deb baholagan. Abu Hurayra radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: Alloh biror narsani Qur'onni chiroyli o'qigan payg'ambarning ovozini tingshigandek tingshigan emas. İmam Buxoriy 5023, 24, 7482, 7544-numurli hadis va İmam Muslim 792-numurli. Qur'onni chiroyli ohangda o'qish usuli tajvid deb atiladi. Har bir musulmon Qur'onni tajvid bilan o'qish kerak. Abu Hurayra radiyallohu anhu yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qildi. Tarjimasi: Qur'onni chiroyli ohangda o'qimog'ichi
bizden emas. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Buxoriy 7527 hadis. Chiroyli ahangda o'qish Qur'onni naqshininkidek ahangga selib o'qish deganlik emas. Qur'onni naqshidek ahangga selib o'qish cheklanadi. Chunki bu Allah subhanahu va taolaning so'zlarini mazaq qilganga barobardir. Xushu bilan Allah subhanahu va taoladan qo'rqqan holda o'qish. Biz Qur'onni diqqatimizni yig'ib, tushunib turib o'qishimiz kerak. Shundaqla Qur'on eng ulug' Allah subhanahu va taolaning so'zi bo'lganligi uchun biz uningga to'liq hurmat ko'rsatishimiz kerak. İtaatsiz qavmlarning jazosi va do'zax to'g'risidagi oyatlarni o'qiganda qalbimiz qo'rqinish bilan to'lishi kerak. Qur'onni diqqatni yig'ib o'qiydigan haqiqiy mu'min Allah subhanahu va taoladan qo'rqishi, shundaqla bu qo'rqish uning qiroatida aks etishi kerak. İbn Abbas, İbn Umar va Aisha radhiyallohu anhumlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qur'onni qiroat qiluvchilarning eng yaxshisi shu kishiki, sen uning qiroatini anglaganingda uning Allohdan qo'rqqanligini ko'rsan yoki his qilsan. İmam Beyhaqi va boshqalar to'plagan. Shayx Albani As-Sahiha 1583-numur va Sahihul Jami 194-numurda sahih deb baholagan. La ilaha illallah Muhammed Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabeleri Allah subhanahu wa ta'ala ulardan razı bo'lgan. Qur'onni qiroat qilganda yoki uni tinglashganda qo'rqinishdan yig'lab ketadi. Ular Allah subhanahu wa ta'alaning ne kadar qudratli ekanligini, günahkarlarni asonla jazolayalaydiganligini, shundaqla uning jazosining eng azobli ekanligini haqiqiy tushunganlik uchun yig'laydi. Ular yana Allah subhanahu wa ta'ala bilan uchrashishni va uni jannatda ko'rishni orzulaganlikdan yig'laydi. Allah subhanahu wa ta'ala bizning qalblarimizni o'ziga bo'lgan sevgi, taqvodorlik va o'zi bilan uchrashishiga bo'lgan tashnolik bilan to'ldirg'ay. Amin. Ya Rabbil alamin. Ya zal jalali vel ikram. Asta tartil bilan o'qish. Biz Qur'onni aldirab-saldirab oyatlarni bir-biriga ulab o'qib etmasdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'qigandek aldirmay her bir oyatda bir qitim to'xtab o'qishimiz kerak. Ummu Salama radhiyallohu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qiroati haqida so'ralganda u shundoq javob bergan. Tarjimasi: u her bir oyatning oxirida to'xtaydi ve tuvendikidek qiroat qiladi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İmam Ahmed, İmam Abu Davud ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Irvaul Galil 343-numurda sahih deb baholagan. Qur'on o'rganishni izchil davomlashtirish. Biz har vaqt Qur'onni o'rganib va takror qilib turishimiz kerak. Agar biz Qur'on o'rganishni tashlab qo'ysak, ilgari o'rganib bo'lganlarimizni unutib qolamiz. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: bu Qur'onga ko'ngil bo'linglar. Muhammadning jini qo'lida bo'lgan Allah subhanahu va taala bilan qasamki, haqiqatan u Qur'on bog'loqdagi to'gidan bakrak qochqoqdir. İmam Buxoriy 5033 ve İmam Muslim 791 hadislar. Qur'onni o'qib turishda
o'ttir hal bo'lish. Yuqorida biz Qur'onni har vaqt o'qib turishimiz kerakligini bayon qilgan edik. Biz uni kam deganda oyda bir qitim to'liq o'qib chiqishimiz kerak. Agar biz buningdan ko'proq savob elishga intilsak, uni bir oydan qisqa vaqtda o'qib tugatsakmi bo'ladi. Lekin uni 3 kundan az vaqtda o'qib yetishga bo'lmaydi. Abdullah ibn Amr radiyallohu anhumadan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: Qur'onni har oyda bir qitim o'qinglar. Ya'ni o'qib tugitinglar. Yoki uni 25 kunda o'qinglar, yoki 20 kunda o'qinglar, yoki 15 kunda o'qinglar. Va yoki 10 kunda o'qinglar, yoki 7 kunda o'qinglar, lekin uningdan az vaqtda o'qib tugatmanglar. Kim Qur'onni 3 kundan az vaqtda o'qib tugatsa, uni tushunolmaydi. İmam Buxoriy 5052 hadisdan 5054 hadisgacha. İmam Muslim 1159 va boshqalar to'plagan. Qur'onni tashlab qo'ymaslik. Qur'onni tashlab qo'yish, uni o'qishni, anglashni yoki uning ko'rsatmalariga amal qilishni tark etishni ko'rsatadi. Kunimizda ba'zilar, hatto musulmonlar Qur'onni tashlab qo'ymoqda. Bizda qanchalagan mushaf Qur'on nusxasi, Qur'onning qiroat lentasi, telefon yoki kompyuter programmasi bo'lishi muhim emas. Muhim bo'lgani bizning qo'limizdagi Qur'ondan foydalanayotgan yoki foydalanmayotganligimizdir. Qur'onni tashlab qo'ygan har qanday kishi qiyomat kuni Allah subhanahu va taolaning jazosiga uchrashi mumkin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allah subhanahu va taolaga ya'ni Qur'onni tashlab qo'yguvchining haqida shikoyat qiladi. Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: Payg'ambar aytdi: Ey Rabbim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Sura Furqon 30-oyat. Allah subhanahu va taala hammamizni Qur'onni doim o'qib turgan, uni yodlagan va uningga amal qilganlardan qilg'ay. Amin. Amin, amin. Ya Rabbel alamin. Ya zal jalali ve